Assalomu alaykum hammaga. Demak, LeetCode'dagi SQL bo'yicha 50 ta savolni 13-savoliga xush kelibsiz. Demak, bizda bugun joins bo'yicha eng oxirgi puzzle va savolimiz confirmation rate deb nomlangan ekan. Demak, bizda shunaqa table berilgan. Table'imizda ikkita table bor. Sign ups table, ya'ni user qachon misol uchun bitta applicationga sign up qilgan va shunaqa ikkinchi table bor ekan, confirmation, ya'ni user sign up qilganida shu applicationga kira olganmi yoki qanaqadir xatolik bilan misol uchun time out bo'lganmi degan ma'lumotlarni saqlab turadigan table bor ekan. Demak, qarasak, mana bu user id 3 kirgan, mana shu vaqtda sign up qilgan. Qarasak, 2 marta uringan, 2 marta ham time out bo'lgan, ya'ni kira olmagan. User id 7 ni qarasak, 7 3 marta uringan, 3 marta ham kira olgan o'sha programmaga. User id 2 ni qarasak, 1 marta kira olgan, 1 marta kira olmagan. User id 6 bu tableda yo'q ekan, confirmation tableda. Demak, bu sign up qilganda qanaqadir oxirigacha yeta olmagan. Demak, biz shunaqa oxirgi rezultat topishimiz kerak. Qaysi userda confirmation rate qancha? Misol uchun, mana 3-IDdagi odam boya aytganimizdek faqat time out bo'lgan, kira olmagan. Demak, mana bunga 0 qo'yib bersin. 6 o'zi umuman mana bu tableda yo'qmi? U oxirigacha bora olmagan, u absolutno 0. Demak, id 7 3 marta ham kira olgan. Demak, bu confirmation rate 1, ya'ni har doim 100% holatda kira olgan. Ammo bu 2 marta kirishga harakat qilgan, 1 marta kira olgan, 1 marta time out bo'lgan, demak 50%. 0.5 confirmation rate. Buni topish uchun SQLda kod yozamiz. Demak, men table'ni create qildim. Mana bizda ikkita table bor. Men shunaqa logika o'yladim. Hozir nima qilaman? Birinchi timeout, men bu yerda bitta column qo'shmoqchiman. Column qo'shganimda timeout bo'lsa 0 qo'yib bersin. Timeout bo'lsa 0 qo'yib bersin. Confirmed bo'lgan bo'lsa 1 qo'yib bersin. Misol uchun mana bu user id 3 ni ikkalasi ham 0 turibdi, to'g'rimi? Kirish ikkalasi ham timeout bo'lgan, demak ikkita 0 qo'yib beradi. Men nima qilmoqchiman? Mana shu yerda qo'shgan kolumnlarimni sum qilmoqchiman. Misol uchun user id uchun ikkita 0 qo'yib bersa, 0 ni 0 ga qo'shsa 0. Mana bunda nechta row bor? Ikkita row bormi? 2 ga bo'lmoqchiman. 0 ni 2 ga bo'lsa yana 0. Demak, mana shu odamni confirmation rate demak biz uchun 0 hisoblanadi. Endi user id 7 ga confirmed bo'lgani uchun mana bu yerga 1 keladi. 1 degan raqam 1 1 1. Demak, men buni sum qilsam, user id 7 uchun gruppalab, men buni sumi 3 bo'ladi menda. Nechta row bor? 3 ta row bormi? 3 ga bo'laman, demak 1 chiqadi. Bu odamning confirmation rate 1. Shunaqa logika o'yladim va uni hozir kodda yozamiz. U uchun nima qilaman? Left join ishlataman birinchi. Ikkita tableni bir-biriga bog'lab olish uchun. Chunki qarasak, mana bu user id 6 mana bu tableda yo'q, lekin javobda hali ham bizga 0 degan rezultatda chiqish kerak. O'shaning uchun biz left join ishlatamiz. Inner join ishlatganda mana bu 6 yo'q bo'lib ketadi. Umuman javobda ko'rinmas. Left join ishlataman. Demak, buni A table deya qolaylik. Buni B confirmations deganni B deymiz. Bu yerdan o'chirib yuboraylik, xalaqit bermaydi bizga. Xo'sh. On A dot user id equals to B dot user id. Xo'p, join qildim. Join qilganimda mana hammasi oldiga keldi. Endi shunaqa case yozishim kerak. Case when mana bu action degan column, action degan column, action equals to confirmed bo'lsa, then 1 qo'yib bersin. Agar confirmed bo'lmasa, boshqa misol uchun
timeout bo'lsin, null bo'lsa, else null qo'yib bersin. And action degan column B dan keladi. B dot action. Tushunarliroq bo'lishi uchun bunday yozaman. Xo'p, endi meni aytganim bo'yicha men mana shuni sum qilishim kerak. Boya aytganim bo'yicha sum qilaman. Sum. Mana shu narsani sum qilsam, misol uchun 1 tushlar. Birinchi o'zini ko'rsatgan yaxshi edi hozir. Birinchi o'zini ko'rsatay qanday bo'lishini. Mana confirm bo'lsa 1 qo'ydi, timeout bo'lsa 0 qo'ydi mana. Har bir shu actionga bog'lanib qolgan holda. Null bo'lsa ham mana 0 qo'yib berdi. Chunki biz mana bu yerda else qolgan любой holatda 0 qo'yib bersin degan shartni berib qo'ydik. Endi shuni har bir odam uchun sum qilganimda endi men start o'chirib turaman. Faqat user ID ni qoldiraman. User ID bu ham bizga kelsin mana bu tabledan, A tabledan kelsin user ID. Sum qilaman mana shunida chiqqan natijani endi men bo'lishim kerak. Count star. Endi oxirida gruppalab qo'yishim kerak. Group by. Mana bu har bir user bo'yicha sum qilishim kerak. Mana shu userda demak 1 ga 0 ni qo'shadi. 1 bo'ladi. Ikkita row bormi? 2 ga bo'ladi. Demak 50% chiqadi. Group by a.user ID. Hozir bir sekund. Tag close. Tag mana bu integer bo'lgani uchun integer formatdagi chiqardi. Endi prosta mana shuni shunday cast qilib qo'ysam, любой valuega mana bu misol uchun mana 1.00 qilsam, mana o'sha decimal pointga o'tdi. Endi mana buni 2 gacha round qilib qo'ysak, biza kutgan javob chiqadi. Hozir round qilamiz. Tag uzilib qolganimiz uchun ming uzr. Demak, xuddi shunaqa qildik, sum qilib, o'shani chiqqan countga bo'lib qo'ydik. Bizda shunaqa ro'y chiqdi. Nima uchun men buni 1.00 qilib yozdim? Prosta bir emas. Endi mana bu bizda decimal point, ya'ni butun songa emas, kasrli songa aylanib qoldi. Endi javobimiz shunaqa chiqdi, chunki javobda aytgan bizda xullas mana javobimizda ko'rsanglar decimal point ham bor-da, 2 yaqinlikgacha. Endi buni qarasangiz izda yana raqamlar bor. O'shani prosta cast qilib qo'yishimiz kerak. Cast qilsin. Polnisda shu kolumni mana buni ichiga olib as decimal 18.2 qilib qo'y, balki katta. No, bunda prosta 4 ga 2, 5 ga 2 yozib qo'ysam bo'ladi, chunki eng maksimum qiymati 1 bo'lishi mumkin. Tak. Qilamiz mana 0000. Endi buni column name confirmation rate ekan. As confirmation rate. Copy qilaman-da. Paste qilib ishlataman. Javobimiz qabul qildi. Endi submit qilamiz. Javobimiz qabul qilindi. 78% javoblardan yaxshiroq ishladi. Tak, bizda keyingi biz joylarni tugatdik. Demak, keyingi videoda aggregate functionlar o'sha sum, count, average
va shunga o'xshagan boshqa aggregate functionlar bilan birga ishlaymiz.